Assalomu alaykum hammaga, meni qadrli kuzatuvchilarim, YouTube kanalim obunachilari. Bugun sizlar bilan birgalikda Faberlic kompaniyasidan kelgan zakazlarimni ko'rsatib o'taman. Уже kecha sabrim chidamasdan уже WhatsApp statusimga va gruppalarimga rasmini tashladim. Bilasizlar, oxirgi paytlari men Faberlic kompaniyasiga juda ham qiziqib qolganman. Bu degani srazi Faberlic o'tib ketibdi demanglar. Avon kompaniyasida ham ishlayapman, Faberlicda ham ishlayapman. Prosta Faberlic kompaniyasini qiziqishimga sabab bo'lgan bu bir qiz, ya'ni Arifatoy degan qiz va ikkinchidan nimaga oldin men bu kompaniyaga qiziqmagan ekanman, hayronman, chunki mo'yshiy sredstvalari shunaqangi zo'r ekan qizlar, shunaqangi zo'r, nima deydi, magazinnikida umuman qolishmaydi. Bo'lib ham hozirgi paytda men juda ko'p qizlarimga aytaman, уже Rossiyadagilar bilishadi, har doim magazindan Magnet kosmetika, Ashan, Lenta, supermarket, gipermarketlardan har xil mo'yshiy sredstvalar olib ishlatayotganlar уже bilishadi. Juda ko'p narsalar, уже почти hamma narsa уже подделка bo'lib ketgan. Shuning hisobiga xullas taqdir taqozosi bilan xullas Faberlicga kirib kelib va asta-sekin narsalardan ishlatishni boshladim. Hozirgi kunda va aynan bugungi kun zakazlarim barchasi mo'yshiy sredstvalar bo'ladi, ya'ni uy uchun tozalov mahsulotlari. Qizlarjonlar, juda ham nima desam bo'ladi, nimaga endi shunaqa kompaniya turganda biz magazindan olishimiz kerak, настолько biz zombi bo'lib qolganmizki, boshqa narsalarga e'tibor bermasdan to'g'ri magazinga borasizda, to'g'ri o'sha o'zingiz har doim oladigan narsalarni olasiz. Undan ko'ra bir xil qilib, bir xil brendda, ya'ni ishlatsa menimcha nima deydi, zo'r bo'ladi xullas kalom. Ну, конечно, bu meni fikrim. Kimdir только yo'q, magazindan olganim yaxshi deyishi mumkin. Qizlar, meni komandamga qo'shiling, mendan zakaz qiling demayman. Prosta yoningizda kim Faberlic kompaniyasida ishlasa yoki yoningizda qo'shningiz, qarindoshingiz yoki uyingiz yonida ofislari bo'lsa, shatta kiringda Faberlic'ning mahsulotlaridan хотя бы bir donadan bo'lsa ham har oy olib ishlatib ko'ringda, o'zingiz meni gaplarimni tasdiqlaysiz. Keyin обязательно shu videomga yana qaytib, albatta kommentariy yozib ketasiz. Nimaga? Chunki men hech qachon yomon narsani nima desam bo'ladi, to есть yaxshini yaxshi, yomonni yomon deb chiqaraman har doim. Kelinglar, gapni qisqasi. Oy, hozir kameram tushib ketdi dedi. Xullas kalom, endi sekin-sekin zakazlarimni ko'rsataman. Bu zakazlarning ichida ishlatib ko'rgan mahsulotim bor va qolganlari hammasi men uchun yangi narsa. Shuning uchun ularni ishlatib, обязательно bular haqida sizlarga obzor qilaman. Hozirgi ko'rsatadigan narsam birinchisi bu Faberlic'dan mana bunaqa soch uchun kraska zakaz qildim. Katalogda 199 rubl turar ekan va a'zo bo'lgan bo'lsangiz, sizni qanchalik zakaz qilishingizga qarab skidkangiz aniq bo'ladi, ya'ni 20% yoki 26%. Оттенкasi mana bu, mana ko'rishingiz mumkin. Горячий shokolad degandan zakaz qildim. Raqami mana 647. Bilmadim, ko'ramiz, sochimizni bo'yab ko'ramiz. Qanchalar nima deydi? Misol uchun men L'Oreal'nikini ishlatardim. Keyin spesialni shunaqa parikmaxerlar uchun bitta nima bor, nima deydi, magazin bor, kichkinagina. O'sha yerdan nomini to'g'risi bilmayman, hech ham bir bunday hozir shu eslayman deb sizlarga aytyapman, lekin esimga kelmayapti. Xullas shunaqa spesialni shunaqa magazindan olardim, pulim ko'p bo'lgan paytda, pulim oz bo'lgan paytda sekingina Lenta magazinga kirib o'zimiz o'sha palet, garnir, eng arzon kraskalar bor, o'shalardan olib ishlatardim. To'g'risi gapda, unaqa maqtanish yoki bir narsa qilishga hojat yo'q. Sharoitga qarab, cho'ntakka qarab, xullas har doim ish tutganman. Kraskaning ichida nimagadir mana bunaqa yarimta keladimi qizlar? Qizlar, iltimos shuni yozib qo'yinglar. Menga mana bunaqa shampunchasi yarim kelibdi. Запечатаннimkin yo'q, mana bunaqa ochiq ekan. Shunaqa keladimi o'zi? Shuni menga iltimos yozib qo'yinglar. Mana sizlarga ham ko'rinyapti. Вот mana shu joydan keldi. Mana shunchalik, voy. Xullas, ichida to'la emas, полностью emas, lekin yarim mana. Faberlic'chilar aytib
yozinglar kommentariyaga, o'zi shunaqa bo'lishi kerakmi yoki menga shunaqa keldimi. O'zi olayotgan joyimchi ofis, bitta babushka ishlar ekanda. Bor ko'rsanglar, zakazlarimni mo'shi sredstvolar qanaqa katta bo'ladi, og'ir bo'ladi. Salofanga solib qo'yganda yirtilib yotibdi haligi narsa. Почему dedim korobkaga solmading desam, ладно, korobkaga ham solib yuraveraman deb katta bir dunyoni narsa sig'adigan korobka beryapti. To'g'risini aytsam, ro'zani kuni dedim, birinchidan, ikkinchidan yoshi katta ekan deb indamasdan, ну лучше нормальный paket дайте dedim, и все, я ухожу dedim. Paket berdi, o'shanga baylab zo'rg'a amallab olib kelib oldim. Xullas karam shunaqa qizlar. Обычно bitta yoshgina qiz ishlardi. Bu bo'lsa o'zim bilardim nima deyishdi. Xullas karam kayfiyat tushirmaymiz. Ichida mana bunaqa qog'ozi ham bor ekan. Ну, instruksiyasi qanday ishlatish va hech qanaqa perchatka yo'qmi desam, u bor ekanmi? Mana perchatkasi ham bor ekan mana. Ko'ramiz, xullas kalam, qani sravnit qilamiz. O'sha magazindagilar yaxshimi yo Faberlikniki yaxshimi? Albatta bu haqda ham sizlarga obzor qilaman va o'z fikrimni Faberlik mahsulotlari haqida o'zi to'plab yuribman. Ishlatayotgan idishlarimni to'playapman, tashlavermayapman musorkaga, чтобы пустые баночки deb ruslar shunaqa blok qilishadi-ku, shunaqa qilmoqchiman men ham. Xullas kalam, rosa ko'p gapirib Birinchi zakazim bu, bunisini qo'ymabmiz. Tak, ikkinchisi meni zakazlarim. Meni bu kompaniya mana bu konditsionerlari bilan o'ziga jalb qildi desam ham bo'ladi. Judayam yoqdi menga. Chunki men обычно mana Tide parashok ishlatamiz har doim. Hidi yoqmaydi. Hozir qanaqadir antika zapxlar bo'lib ketgan Tide parashogimizda. Shuning uchun o'sha parashokni hidini yo'qotish uchun men har xil konditsionerlardan foydalanishni boshlagandim. Qarasam bu Faberlikniki ham yomon emas, даже yaxshi. Anchagina yaxshi. 30 ta stirkaga yetar ekan qizlar. Buni menga Arafatoy tavsiya qilgandi o'zi boshida. Opa, mana shunisidan oling, hidi вообще zo'r dedi. Endi deyapti-da deb turib, to'g'risini aytsamki, o'zimning vkusim bo'yicha va mana bu kartinkasi bo'yicha tanlagandim. Hozirlarga ko'rsataman oldingi ishlatganimni. Mana qizlar, oldingi ishlatganim mana bunisidan. Xullas kalam, bu ham mana 30 ta stirkaga yetdi degandi, lekin men boshida hali hidlariga shunday shaydo bo'lganimdan juda ko'p ishlatib yuboribman shekilli, ko'pga yetmadi. Endi o'zini instruksiyasi bo'yicha ishlataman, chunki krishkasini to'ldirib solsangiz ham o'sha hid keladi, krishkasini to'ldirmasdan o'sha o'zini instruksiyasi bo'yicha ishlatsangiz ham o'sha hid, o'sha o'zini vazifasini bajaradi. Xullas kalam, voy qizlar, sizlar buni hidab ko'ringlar, va shunaqangi shirin, shunaqangi приятный. Mana anaqasini ham ko'rsatib beraman. Mana unchalar suyuq, qo'yiq emas. Mana vau, hidi уже gupillab ketyapti qizlar. Вообще zo'r. Bilib aytgan ekan. Xullas, meni dugonam mana shunisidan albatta ishlatib ko'ringlar qizlar. Прям qanaqadir hali parfumerniy-da bu. Mana bu более цветочный, свежийroq. Mana bu ishlatganim. Mana orxideya, mana розовый такой. Bunisi qanday desam, parfumerniy такой shunaqa hid kelar ekan. Endi hali lekin kirga solib ko'rmadim. Men buni o'zini hidab turib sizlarga aytyapman. Qizlar, gruppamdagilar, WhatsAppdagilar sizlarga mana shuni aytgandim. Kecha uzr, sizlarga rasm tashlayman deb esimdan chiqib qolibdi. Mana shunisidan albatta ishlatib ko'ringlar qizlar. Yana qaytarib o'taman. Mendan olinglar yoki menga komandamga qo'shilinglar demoqchi emasman. Uyingiz yonida Rossiyadagilar любой joyda Faberlikning ofisi bor. Mana shu nimani videoni to'xtatib turib skrinshot qilib olinglar-da. Mana shunisidan olib ishlatib ko'ringlar. Hali menga rahmat deysizlar xullas. Yoqadi. Xullas kalom. Keyingi zakazim mana bunaqa. Faberlik Home, ya'ni средство для очищения ванной комнаты. Adashmasam shuni oldimmikin? Xullas kalom, bu yerda shak podarkalarim ham bor va o'zim zakaz qilganim ham bor. Ularni kelinglar, birin-ketin ko'rsataveraman. Hozir rasmlaridan to'g'risi esimdan chiqib qolibdi. Faberlikda ishlayotganlar уже o'zlari bilishadi qaysi biri menga shak podarkaga kelganini. Mana vanna komnatalarni yuvgani ham mana mana shuni точно zakaz qilganman. Mana shuni olganman xullas. Bularni hali ochib ko'rmadim, krishkasi o'tib mana ajoyib ekan, mana burilib turadi. Bilasizlarmi, sumkamni ochganimda uyga kelib qo'rqib ketdim, to'kilib ketmadimkin deb. Оказывается, bu o'zi mana shunaqa baltatsiya qilar ekan, qandaydir burasangiz ochiladi. Hali bularni ishlatib ko'rganim yo'q. Albatta bular haqida o'zim qilaman qizlar. Keyingisi buni bu yoqqa qo'yamiz. Keyingisi moющее средство.
вот maka yozib qo'yibdi. Antijir debdi. Ya'ni bu plitalar uchun shekilli menimcha yoki qozon yuvadigan. Вот mana hammasini yozib qo'ygan. Mana antijir deb qo'ygan. Xullas bu o'sha yog'larni ketkazadigan narsa. Bundan zakaz qilganman. Keyingisi mana buni aniq esimda bor. Bu shak podarka bo'lishi kerak. Bu duxovka plitalarni yuvadigan. Mana bu qozon yuvadigan shekilli menimcha. O'sha mashhur TikToklarda hamma bunaqalar Faberlicda ishlaydiganlar hammasi reklama qilib ko'rsatishgani menimcha o'sha bo'lsa kerak. Mana bu manaqa duxovkalarning rasmini chiqarib qo'yibdi. Bunaqa vitishkalarni yuvgani. Xullas kalom shunaqa. Ishlatib ko'ramiz qizlar. Почему нет? Вот mana Faberlicda zakaz qildim, ishladim. Ozgina qizlar shu so'rashganlar bor edi. O'shalarni a'zo qilib qo'ydim. O'zim shu yerda zakaz qilib, u butimga jo'natib berdim. Hattoki a'zo bo'lmasdan ham просто tak olsangiz bo'ladi. Misol, menga yozsangiz, men o'zim xohlagan O'zbekistonda bo'lasizmi, Rossiyada bo'lasizmi, jo'natib beraman. Bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. A'zo bo'lmasdan. Ko'pchilik a'zo bo'l desa, o'sha odamlar zerikib ketgan, shuning uchun aytyapman. Xullas kalom shunaqa qilib yurib, mana shak podarkaga shuncha narsa olsa bo'ladi. Menimcha yomon emas. Keyingisi manaqa pol, har xil chang, chung, xullas devorlar, oyna bormi, podokонникlar, xullas hamma yoqda yuvadigan manaqa universalli narsa bo'lishi kerak. Xuddi o'sha. Butun uylaringizni uborka qilayotganda mana shundan foydalanasiz. Buni ishlatgandan keyin orqasidan yuvorish shart emas ekan. Mana shunaqa universalli narsa. Undan keyingisi для kuxnya. Menimcha mikrovolnovkani rasmini ham chiqarib qo'yibdi. Xullas, kuxonning mebellaringizni yuvadigan. Sitrusli hid keladi shekilli. Mana bu yerda mana mandarin или apelsinda mana rasmini chiqarib qo'yibdi. Hamma yo'q, mana orqalarida instruksiyalari yozilgan qizlar. Tushunmaganlar bemalol o'qib ko'rsa bo'ladi. Adashmasam o'zbek tilida ham bor va halol degan sertifikati bor ekan qizlar. Bu eng asosiysi. Keyin va oxirgisi bu unitazlarni yuvadigan, ya'ni tualet xonani yuvadigan. Qizlar bilasizlarmi, oxirgi paytda telefonimni to'g'irlab olay. Oxirgi paytlarda agar e'tibor berib ko'rayotgan bo'lsanglar, nima desam bo'ladi, mana utyonik degan bor. Unitazlarni yuvadigan. Bir marta shunday aylantirib qo'yib qo'yasiz, уже 5 minutdan keyin yaltillab qoladi, to'g'rimi? Oldin shunaqa edi. O'sha utyoniklar, har xil nimalar bor edi-ku, yana nomlari esimdan chiqib qoldi. Men обычно faqat utyonik ishlatardim. Hozir ana shu utyonik o'sha vazifasini bajarmayapti, ishoninglar. Chunki men necha yillardan beri to'lqa utyonik ishlatardim. Hozir o'sha narsani mana 2 marta mana vanna komnatani uborka qilganimda, unitazga birinchi quyib turib yaxshilab yuvib olaman-da, keyin yana quyib qo'yaman, где-то 15 minut turadi, keyin yuvib oraman. O'shandagina men xohlagan rezultatni beryapti. Bu degani уже ko'p narsalar уже qandaydir подделка. Men shunaqa fikrga keldim. Nimaga? Chunki уже Rossiya sanksiyada-ku hozir. Rossiyaning firmasi emas utyonik, adashmasam. O'shaning uchun mana parashoklar, shunaqa mo'shi sredstvalar juda ko'pi chet eldan kelardi qizlar. Shuning uchun meni fikrimcha hozir hamma narsa подделка bo'lib ketgan. Shuning uchun nimaga endi shunaqa firma turganda mana bu haqiqiy rossiyskiy bunaqa firmalar bilasizlarmi, sotuvga qo'yilishdan oldin tekshiruvlardan o'tadi. Hammasi ham Avon, Faberlic, Oriflame hammasi tekshiruvlardan o'tadi. Keyin sotuvga ruxsat berilsagina bular katalogga уже chiqarishadi. Shuning uchun menimcha hozirgi paytda aynan mana shu narsalardan foydalangan yaxshiroq deb o'ylayman. Qizlar, keyingi videolarimda ko'rishguncha hammaga xayr deb qolaman. Bu mahsulotlar bo'yicha fikringlar bo'lsa kommentariyaga yozinglar va o'sha videoni boshida so'ragan mana bu kraska haqida ham yozib qoldiringlar. Nimaga menga yarim banka kelgan, to'la emas. 200 rublga oldim axir. Даже korobkasi yirtilgan ekan qizlar. Endi ko'rishim. Bu nimasi? Menga bilasizlarmi, Faberlic'chi bunaqa upakovka qilib jo'natishlari, mana boshida zakazlarim normalni keldi. Может, mana bunaqa mo'shi sredstva bo'lgan shu paketlarga solib qo'ygandir, lekin baribir ham bunga tushadigan korobkaga chiroyli qilib joylab qo'ysa bo'lardi. Mana bunaqa yirtiq kelishi ham неприятно. Fikringlarni yozib qolinglar qizlar, yozib qoldiringlar kommentariyaga. Keyingi zakazlarim xayrlashib turgansizlar bilan gaplashyapman. 31-martdan boshlanadigan katalogimiz. Buni hali ko'rib chiqqanim yo'q. Xudo xolasa ko'rib nimalar yoqqan va nimalar oson bo'ladi yoki oson bo'lmaydi, shular haqida ham video chiqarishga harakat qilaman. Qizlar, like bosamiz.
Albatta fikringlarni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Siz bu mahsulotlardan ishlatib ko'rganmisiz? Uni ham yozib qoldiring va videoni kerakli odamlarga jo'natib, kanalimiz rivojiga o'z hissangizni qo'shing. Xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha.